Buxoroliklar uchun bepul laboratoriya tekshiruvi. G'ijduvon shahar sport kompleksini to'g'risida. Buxoro shahri Detskiy bolnitsa yonida. Rameton shahri 16-maktab yonidagi filiallarimizda amal qiladi. Buxoroda qurt va gijjalardan 100% tabiiy giyohlar bilan xalos qiladigan davolash maskani bor desam ishonasizmi? Ishonavering, bor shunaqasi. Eng qiziq joyi, bizning muolajamizdan so'ng farzandingiz tanasidan tushayotgan qurtlarni o'z ko'zingiz bilan ham ko'rishingiz mumkin. Farzandingiz yuzida oq dog'lar bo'lsa yoki tanasida qichishlar kuzatilsa, demak tabiiy muolajani boshlash vaqti kelgan. SMS Medclinic gijja va parazitlarga qarshi 3 bosqichli bo'lgan laboratoriya tekshiruvi hamda shifokor ko'rigini mutlaqo bepul qilib qo'ydi. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring. Buxoroliklar uchun bepul laboratoriya tekshiruvi. G'ijduvon shahar sport kompleksini to'g'risida. Buxoro shahri Detskiy bolnitsa yonida. Rameton shahri 16-maktab yonidagi filiallarimizda amal qiladi. Buxoroda qurt va gijjalardan 100% tabiiy giyohlar bilan xalos qiladigan davolash maskani bor desam ishonasizmi? Ishonavering, bor shunaqasi. Eng qiziq joyi, bizning muolajamizdan so'ng farzandingiz tanasidan tushayotgan qurtlarni o'z ko'zingiz bilan ham ko'rishingiz mumkin. Farzandingiz yuzida oq dog'lar bo'lsa yoki tanasida qichishlar kuzatilsa, demak tabiiy muolajani boshlash vaqti kelgan. SMS Medclinic gijja va parazitlarga qarshi 3 bosqichli bo'lgan laboratoriya tekshiruvi hamda shifokor ko'rigini mutlaqo bepul qilib qo'ydi. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring.